IPL tik yo'qotuvchi lazer apparatlarini bir tiyinlik foydasi yo'q deganlar videoni oxirigacha ko'ring. Men yangi kelincha bo'lganimda qo'limdagi tuklarimni turmush o'rtog'im ko'rib, maymuncha deb erkalatgan, lekin bu gap menga juda ham qattiq ta'sir qilgan. Kunlikka tushib qolganman. Shunda Koreyaga endi kelgandim. U paytda borib qanaqadir lazerli protseduralar olganim vaqtim bo'lmagan, chunki o'qishda o'qirdim universitetda. Shundan keyin o'zim izlanish qilganman. IPLlar haqida tadqiqotlarni o'qib chiqqanman, qanaqa IPLlar yaxshi ta'sir qiladi va birinchi bo'lib o'zimga shu apparatni xarid qilganman. Bu apparatni foydalanib, rezultatini ko'rganimdan keyin albatta o'zimning mijozlarimga jo'natishni boshlaganman Koreyadan turib. Mijozlarim ham yaxshi natijalar olishib, otзывlar qoldirishgan va shundan keyin koreyskiy IPL apparatlardan bu rasmda do holatini ko'rsangiz bo'ladi tuklarda va hozirgi holati bilan solishtirsangiz bo'ladi. Hozir umuman ortiqcha tuklar meni bezovta qilmaydi va har oyda 1-2 marta lazer qilib turaman. To'bi yana chiqmasligi uchun. Butun umrga sizni tuklaringiz yo'q bo'lib ketmaydi, lekin hamma organizmga qarab 2-3 yil kimdadir ancha yillar chiqmasligi mumkin, kimdadir yilda chiqsa, agar yana uyda o'zingizda bo'ladi, yana foydalansangiz tuklaringiz bevosita yo'qola boshlaydi. Uy sharoitida juda ham qulay, xohlagan vaqtingizda, xohlagan joyda ishlatsangiz bo'ladi. Eng asosiysi gigiyenichni, oilaviy foydalansanglar ham bo'ladi. Hozirda buni har xil turlari bor. Hammasi sinovdan o'tgan apparatlarni faqatgina Koreyadan jo'nataman. Koreya uchun ishlab chiqarilgan yoki Koreyani o'zida ishlab chiqarilganlardan. Eotika brendi ham juda ham Koreyada mashhur brend va koreyslarning o'zlari foydalanadigan, davlat testlardan o'tkazilgan. Buni ham olib o'zimga birinchi o'rinda ochganman, test qilganman. Qizlar o'zimda zo'r bo'lsa ham yana ham zo'rini olib, buni ham ishlatib ko'rib, natijasi zo'r bo'lgandan keyin katta miqdorda sotib olganman. Aynan sizlar uchun, sizlar ham foydalanib zo'r rezultat ko'rishinglar uchun. Buni ham har xil turlari bor. Agar sizni ham ortiqcha tuklar bezovta qilayotgan bo'lsa, maxsus markazlarda lazer qildirganni uyatsiz yoki xohishingiz bo'lmasa, vaqtingiz bo'lmasa, albatta sizga bunaqa uy sharoitida tayyorlash juda ham katta yordamchi bo'ladi. Natijasi 100%. Faqat aytilgan vaqtda foydalanasiz va natijasidan siz ham xursand bo'lasiz. Ularning turlari va narxlari qiziq bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qoldiring. Men sizga bularning narxlarini, turlarini va farqlarini tushuntirib beraman.